Assalamu alaikum savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun usul darsimizdagi az-zohir val muavval degan tema haqida to'xtalamiz. Endi biz bugun to'xtalmoqchi bo'lgan zohir va muavvalga yana bir temani qo'shib o'rganib o'tib ketaylik, chunki bu bundan keyin ko'p uchraydi. Odatda mayli Qur'ondagi ba'zi bir hukmlardagi lafzlar bo'lsin yoki hadislardagi lafzlar bo'lsin, bu uch turga bo'linadi. Ya'ni dalolat qiladigan usuli ma'nosi e'tibori bo'yicha uch turga bo'linadi. Birinchisi nas deb ataymiz. Nas degan nima desa, uchuq, hech qanday bir boshqa ma'noga ehtimoli yo'q. Shu bir ma'nodan boshqa ma'noni bildirmaydigan hukmlar yoki so'zlar. Bu nas deb atiladi. Ya'ni uchuq. Masalan, innamal khamru val maysir val ansab. Khamr dedi, haraq. Bu haraqdan boshqa hech qanday narsani bildirmaydi. İkincisi zahir. Biz öğrenmek olan zahir. Zahir çoğu dese bu iki xil ma'noni bildiradi, lekin bu iki xil ma'noning birisi kuchlik, yana birisi bek aciz. Bu zahir bo'ladi. Muavval çoğu dese bu iki xil ma'noga bildiradi. Bu şu iki xil ma'nosiningki birisi o'xshashla aciz, birisi kuchlik, ammo uningdan bo'lgan maqsad shu nima aciz ma'nosi maqsad qilingan bo'lsa, bu muavval bo'ladi. Endi qolgan tafsilotni darsimiz ishga kirgan chog'da tushunamiz. Unda biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Az-zahir vel muavval. Ta'rif az-zahir. Zahirning ta'rifi: az-zahir lughatan, zahir lug'at jihatda al-wadih vel bayyin degan gap. Ro'shan, ochiq degan gap. Istilohiy jihatda ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajihin ma'a ihtimali ghayrihi deydi. Ya'ni o'zi bir racih, küçük bir managa bildiradigan narsa. Ma ihtimali g'ayrihi. Shu küçük managa bildirishlan biriga uningdan boshqa bir managa ehtimoli bo'lishilan biriga. Küçük bir managa bildiradi, lekin yana boshqa managa bildirish ehtimoli tuvan bo'lsa-mu bor. Masalan, payg'ambarimizningki tawaddau min lahumil ibl. Tugushidan qanday qilinglar? Tahorat elinglar degan bu hadisidagi tavaddau deganing ikki xil ma'nosi bor. Birisi tahorat edish, yana birisi uningki urf odatdagi lug'at jihatdagi pokizlik tufayli qo'llaringni, ko'zingni, yuzingni yuvitinglar, qo'l ko'zing, bosh ko'zingni yuvitinglar degan ma'nosi bor. Ammo kuchuk ma'nosi qaysi? Tavaddau degan bu ko'p hollarda eng kuchuk ma'nosi bu tahorat elinglar degan gap. Demak, bu nima bo'ldi? Zohir bo'ldi. Buni tahorat edish degan hukm ma'nosi zohir bo'ldi. Ya'ni kuchlik ma'nosi shu bo'ldi. Şunu deydi bir yerde. فَاِنَّ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُرَادِ بِالْوُضُوء El-vudu'tun boğan muradtın boğan zahir boğan hüküm yaki mana gasl a'da'l erba'a ala sifati şer'iyye dunel vudu'ullezî huve'n-nizâfe deydi. El-vudu' bilen boğan muradtın zahir boğanı töt azanı yuş, yani kol, yüz, başka mesih kılış ve putni ibadet töt azanı şer'i süpet bilen yuş. Dunel vudu'ullezî huve'n-nizâfe. Pakizlikni ko'rsatadigan vudu siz. Ya'ni u pakizlikni ko'rsatadigan vudu siz degani pakizlikni ko'rsatadigan vudu emas. Zahir bo'lgan ma'nosi ma'vo. Ammo pakizlikni ko'rsatadigan qo'lni, ko'zni, yuzni yuvetish uning uchun tun bo'lsa-mu azroq ehtimoli yo'q emas bor. Ammo zahir bo'lgani tahorat edish. Endi bizningki madalla bi nafsihi ala ma'na degan bu so'z bilan ta'rifdagi mujmal chiqib ketadi. Zahir degan mujmal emas o. Chunki mujmal degan o'zidagi bir ma'no qana qilinmaydi, bildirilmaydi. Lannahu la yadullu ala ma'na fi nafsihi. Chunki u o'zi mustaqil bir ma'no qana qilmaydi, o'zidagi bir ma'noga bildirilmaydi. Ammo zahir bir ma'noga bildiradi. Rajih degan so'zimizdan muavval chiqib ketadi. Chunki muavval degan nima? Shu marjuh ma'noni bildiradi u. Shu qarini bo'lmaslar. Ma ihtimali g'ayrihi deganimiz bilan nassun sarih chiqib ketdi. Men bayatni dastlabda tushuntirgan nasvag'o hech qanday ehtimolsiz bo'lgan so'zlar bu chiqib ketadi. Chunki nas degan la yahtamilu illa ma'nan wahid. U faqat bir ma'nodan o'z ichiga oldi, boshqa ma'noga ehtimolim bo'lmaydi. Unda zohirga amal qilamdi. Masalan, tawaddu min lahumil ibl degan mushayizga asosan, uning zohir bo'lgan ma'nosi tahorat qilish bo'lgandan keyin tahorat qilish kerakmi? Zohirga amal qilamdi desa, al-amalu bil-zohir vojib. Zohirga amal qilish vojib, lekin uni zohirligidan qaytarib o'tadigan bir dalil bo'lib qolsa,
vaqtda vojib bo'lmaydi, bo'lmasa zohirga amal qilish vojib. Chunki sabablarning yo'li bu sabablarning yo'li. Va li'annahu ahwat va abra' lil-zimma. U ahvat deganimiz ya'ni texmo bexatarrak va gadanni saqit qiluvchiroq va ibodatda va Allohga bo'lgan bo'ysunish kuchliroq. Shu zohirni tutib menish. Bu hammaning mazhabiga asosan shu tugishdan keyin ta'tilish kerak bo'ldi, ammo bizning Hanafiy va boshqa ikki mazhabga asosan kerak emas. Ammo zohirga amal qilishda bizning mazhabga o'xshash. Ammo bu yerdagi hukmdan vojiblik chiqmaydi, nima chiqadi? Tahoratlik maqsadlik maqsad, lekin buni vojiblik emas, mustahablik chiqadi deb qaraydi. Biz zohirni tushundik. Ya'ni zohir deganimiz bir so'zdan keyin ikki xil ma'noga bildirishi, ammo ikki xil ma'noga qanday kuchlik. Ondan sonra muavval degan cho'sa, muavval deganimiz lug'at jihatda u avvalatdan chiqqan, ya'ni ruju' degan ma'noda, istilohiy jihatda ma humila lafzuhu ala ma'na marjuh. Ikki xil ma'nosi bor, ammo uning lafzi shu ikki xil ma'nodagi ojiz ma'noga hamla qilinadigan so'z. Ojiz ma'noga hamla qilinadigan so'z. Buni misolni ko'ramiz. Ala ma'na marjuh degani nasdan zohir chiqib ketadi, chunki nas deganning hech qanday ikki xil ma'noga ehtimol bo'lmaydi. Zohir degan marjuh emas, rojih ma'noga hamla qilinadi. Ammo nas ma'noni tushuntirib qo'ygan nas فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. Çünkü o bir ma'noda boshqa hech qanday bir ma'no qilmaydi, ehtimol qilmaydi. Zohir bo'lsa, rojih ma'noga hamla qilinadi. Ammo ta'vilchi marjuh ma'noga ta'vil qilinadi. At-ta'vil qisman, ta'vil ikki qism bo'ladi. Sahihun maqbulun va fasidun mardud. At-ta'vil qisman. Ta'vil ikki qism bo'ldi. Birisi maqbul bo'lgan, ya'ni sahih bo'lgan ta'vil, yana birisi rad qilinadigan, fasid bo'lgan ta'vil. Sahih bo'lgan ta'vil degan qanday bo'ldi desa, uningga sahih bir dalil dalolat qilgan narsa. Sahih bo'lgan bir dalil dalolat qilgan narsa. Mayli u balog'at jihatdan bo'lsin. Masalan, Alloh taoloning so'zini ta'vil qilamiz biz. Was'alil qariya, kanatdan so'ranglar degan bu Yusuf alayhisolamning surasidagi kelgan masalalar. Kanatdan so'ranglar degan gapni biz bunda olmaymiz. Ya'ni kanatdan so'g'lamaydi shunday u. Bu yerda ahl deb deb ahliga ta'vil qilib, kanat ahldan so'ranglar deb tarjima qilamiz. Bu bir ta'vil hamda. Ya'ni ila ta'vil qildik. Nimaga ta'vil qildik? Ila ma'nan was'al ahl qariya. Was'al ahl qariya deb qana qildik? Ta'vil qildik. Chunki kanat o'zi uningdan savol so'g'ili bo'lmaydi. Uningga savolni yuzlandirgili bo'lmaydi. İkincisi, fasid bo'lgan ta'vil qanday bo'ldi desa, uningga sahih dalil olmagan, shu Allohninki ba'zan sifatlarini bekor qildigan ta'vil, bekor qiluvchilarning ta'viliga o'xshash. Masalan, Alloh taolo Ar-Rahmanu alal arsh istava. Alloh taolo arshning ustida o'rin oldi desa, buni ta'vil qilib, Alloh o'rin oldi desa bo'lmaydi, odamga o'xshab qoldi deb, buni qanday qildi? Allohning buyruqlari o'rin oldi deb ta'vil qildi Alloh. Bu fasid ta'vil. Buni istavlo üstün bo'ldi. Yani Allah'ın hükümleri üstün bo'ldi degan ta'vil qildi. Bunun to'g'risi anna ma'nahu ulu vel istiqrar. Üstün bo'lish. Yani onun da bekish, urun elish, qarar elish degan gap. Istiqrar degan qarar elish. Qanday qarar oldi? Min g'ayri takyifin va la tamthil. Uningga qanday takyif, qandaqligini so'zlamasdan, uningga misol keltirmasdan. Alloh taolo o'ziga loyiq sifatlar qanday qildi arshin ustida o'rin oldi, qara oldi deymiz. İstavla degan igi bo'ldi deb ta'vil qildi buni. Igi bo'ldi emas. Alloh taolo arshning ustida o'rin oldi. Allohninki o'rin olg'ayi arshning ustida deymiz. Mana bu zohir va muavvalninki ta'rifi. Demak, zohir deganimiz bir so'zning ikki xil ma'noga bildirilishi, u ikki xil ma'noniki birisi kuchlik, birisi ojiz. U kuchlik bo'lgan ma'nosini bo'ldi, zohir bo'ldi. Ojiz ma'nosi shu muavval bo'ldi. Unda bo'lsa arkadaşlar, bizning bugungi darsimiz mushada xalashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.